Assalomu alaykum hurmatli baliq ishqibozlari. Bugun sizlarga Aydar Fishing Honey Liquidni qo'shib ishlatish jarayonimizni ko'rsatmoqchi bo'ldik. Mana hozir keldik daryoga, hali qalmoqlarni otmadik. Endi mana hozir ko'rimni tayyorlab, mana pishirilgan jo'xori. Bu yerda koreyskiy bilan o'zdan oddiy mesli karmov jo'xorini yaxshilab pishirib olingan. 2,5 soat pishirib olib, yumshoq holatga keltirilgan. Bu yerda hozir taxminan 2 kilodan oshuv. Mana. Xo'p, Aydar Fishing Honey Liquid mana. Shu 500 mg asalli bu, asalli liquid, asal aromatli. Xo'p, bundan olamiz, chayqatib olamiz, ochamiz. Dozasi o'zi 50 mg norma berilgan. Ochamiz mana. Hidlari zo'r. Asal hidi, ta'mi ham bunday yeb ko'rsanglar shunday asal ta'mi keladi. Faqat hid emas, ta'mi ham biladi sazan. Mana bundan taxminan 100 mg solamiz. 100 mg mana shuni bir 5 dan 1 qismi bo'ladi. Mana shu sovoramiz mana. Taxminan. Mana soldik. Buni aralashtirib olamiz yaxshilab. Mana ketdi, o'zi ranglari bor, buni o'zi suvga tushganda yoyilib, yana hid tarqatadi o'zidan. Buni mamaligiga ham ishlatamiz, mamaligiga qilib chiqarib, keyin o'zidan yaxshi chiroyli jo'xorilarni terib olamiz, kurchokka ham ilib ishlaturamiz. Buni o'zida boqsangiz ham bo'ladi.